Assalomu alaykum aziz samarqandliklar hamda viloyatimiz mehmonlari. Muhtaram prezidentimizning mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha, shuningdek, ichki ishlar organlari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan boshqa bir qator muhim qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizdagi kriminogen vaziyat bo'yicha har oyning yakuni bilan profilaktik ogohlantiruvchi murojaat yo'llab borilmoqda. Shu sababdan viloyatimizning may oyidagi kriminogen vaziyat bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Joriy yilning may oyida jami 1018 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, aprel oyiga nisbatan 8% ga kamayishga erishildi. Shuningdek, may oyida sodir etilgan jinoyatlarning 22% tashabbus bilan aniqlanadigan, 40% oldini olish mumkin bo'lgan, 38% esa kiber jinoyatlar hisoblanadi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida may oyi davomida viloyat hududida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlardan bosqinchilik, mulkni qasddan nobud qilish kabi jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Xodimlar tashabbusi bilan aniqlanadigan jinoyatlarning salmog'i o'tgan yilga nisbatan 35% ga yaxshilandi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan tadbirlar natijasida may oyida 1126 ta mahallalarning 88% da jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. 15 aprel kunidan 15 may kuniga qadar barcha shahar va tumanlarimizda kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri o'tkazildi. Tadbir doirasida 542 ta tintuv tadbirlari o'tkazilib, jami 687 nafar kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir etuvchi va giyohvandlik vositalarini oldi-sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxslar bilan tezkor tadbirlar olib borilib, 107 nafar shaxslar qamoqqa olindi. Tadbir davomida 105 ta giyohvandlik, 16 ta noqonuniy qurol, 3 ta qimorxona, 17 ta qo'shmachilik, 3 ta odam savdosi, 17 ta terrorizm va 72 ta boshqa turdagi jinoyatlar hamda ushbu jinoyatlar doirasida 12 ta jinoiy guruhlar faoliyati fosh etildi. 93 nafar qidiruvda bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. 38 nafar bedarak yo'qolganlar esa yashash manzillariga qaytarildi. Olib borilgan tadbirlar natijasida 15 kilogrammga yaqin giyohvandlik, 767 dona psixotrop vositalari, 3219 ta giyohvandlik o'simliklari aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tungi reyd tadbirlari o'tkazilib, sovuq qurol bilan bog'liq 1477 ta huquqbuzarliklar aniqlanib, 1648 ta o'tkir tug'ri jismlar rasmiylashtirib olindi. 158 nafar muqaddam sudlangan ma'muriy nazorat qonuni ostiga tushuvchi shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatildi. Ko'chalarda avtomashinasini ochiq holda qoldirgan, velosiped va aravachalarni o'z mulkini qarovsiz qoldirgan 2416 nafar shaxslar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Hurmatli fuqarolar, viloyatimizda qayd etilgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning har 3-chisi o'g'irlik jinoyatlarini tashkil etmoqda. E'tibor bering, 5 oyda viloyatda har 4 ta mahallaning bittasida kamida bittadan o'g'irlik jinoyatlari sodir etilgan. Mahallalardagi o'g'irliklarning 40% buyum va chorva mollarini qarovsiz qoldirganligi oqibatida sodir etilgan bo'lsa, 35% esa xonadon va savdo do'konlaridan sodir etilgan. Bugungi kunda ushbu jinoyatlarni oldini olish borasida aholi orasida xonadonlar, savdo do'konlari va boshqa obyektlarni qo'riqlash markaziga ulash, ko'cha va jamoat joylarida zamonaviy kameralar bilan jihozlanishini afzalliklari bo'yicha targ'ibot, tashqibot ishlari olib borilmoqda. Xususan, viloyatimizda 4161 ta xonadonlar va 4499 ta turli obyektlar qo'riqlash boshqarmasi tomonidan qo'riqlovga olindi. Aziz samarqandliklar, sizlarga xonadonlar va boshqa obyektlardan o'g'irlik jinoyatlarini sodir etilishini oldini olish maqsadida ularni qo'riqlash punktiga topshirishingizni tavsiya qilaman. Hurmatli samarqandliklar, yana bir muhim masala. Joriy yil 15 may kuni davlatimiz rahbari huzurida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yozgi ta'til vaqtida bolalar va yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida respublika miqyosida dolzarb 90 kunlik tadbiri o'tkazilishi e'lon qilindi. Shu sababli sizlarning o'tkazilayotgan tadbir davomida mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, ijtimoiy muhim qatlam hisoblangan voyaga yetmaganlar va yoshlarni qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barchangizni hamkorligingiz katta ahamiyatga ega.
Yozgi ta'til vaqtida bolalar va yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish eng asosiy vazifamiz ekanligini, bunda esa har birimizdan shaxsiy faollik talab qilinishini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz tomonimizdan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda barcha zarur chora-tadbirlar, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha esa aniq vazifalar belgilab olindi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda har doim siz aziz fuqarolarga ishonamiz. Murojaatim yakunida har doimgidek siz azizlarni yana va yana ogohlikka chaqiraman. O'z oilamiz, o'z mahallamizni o'zimiz asraylik, aziz fuqarolar.